O'zbekiston xalq shoiri Mirtemir Tursun o'g'li 1910-yil 30-mayda Qozog'iston Respublikasi Turkiston shahrining Iqon qishlog'ida tug'ildi. Uning birinchi she'ri 1926-yilda Tanburum ovozi nomi bilan Yosh Leninchi ro'znomasida bosiladi. Shoirning Shu'lalar qo'ynida nomli birinchi kitobi esa 1928-yilda chop etilgan. Mirtemirning tarjimonlik san'ati ham tahsinga loyiqdir. Aleksandr Sergeyich Pushkin she'rlarini, Nekrasovning Rusiyada kim yaxshi yashaydi, Rustaliyevning Yo'lbars terisini yopingan pahlavon, Berdaq asarlari va qirg'iz xalq eposi ma'nosini ham tarjima qilgan. Men seni Chag'alay, Qirg'iziston, Maxtunquli to'yida onaginam, qozog'im, qaydadir buloq kabi she'rlari xalqlar do'stligini kuylovchi eng yaxshi asarlardandir. 1979-yilda Mirtemirga Tog'day tayanchim she'riy to'plami uchun Xamsa nomidagi respublika davlat mukofoti berilgan. Mirtemir 1972-yilda vafot etgan.